Chunki qarang, bir kishi bor, din, diyonat bilan ishi yo'q. Umuman pul o'shuncha, sog'lik o'shuncha, odamlar o'rtasidagi hurmat o'shuncha. Din bilan ishi yo'q. Uni muqobilada bir dindor odam bor, taqvodor, qo'li kalta, mushkulasi ko'p. Buni ko'rganingizda haqiqatan boshingiz qatib qoladi. Nima deb qatib qoladi? Nima deb qatib qoladi? Nimaga deydi? Axir Allohda aytganini qilsa, payg'ambarda aytganini qilsa, bunaqa mushkula bo'lmasligi kerak yo'q. Siz birodar, agar faqat dunyo ko'zoynagini taqvo olib turib qarasangiz, haqiqatan boshingiz qatib qoladi. Endi oxiratda ham qo'shib turib qarang, birodar. Ikkisini qo'shamiz, ikkisini qo'shib turib qaraymiz, shunda to'g'ri bo'ladi. Alloh taolay aytayaptiki: Astagfirullah, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Sizni musulmon kishi, kofirlarning shaharlarda kezib yurishlari aldab qo'ymasin. Bu yerib yugurish ozgina matodir, so'ngra joylari jahannam bo'lgay, naqadar yomon joy.